Ommaviy axborot vositalari mana tanqid qilishyapti, pulga ishlaydi. Kim tekinga ishlayapti hozir? Otasi tekinga ishlaydi. Bu birinchi masala, kim tekinga ishlayapti? Mana shu gapni gapirayotgan odam ham qayerdadir ishlaydi. Xo'p, tekinga ishlaydimi o'zi? Bu xarajati bor, yo'l xarajati, mehmonxona xarajatlari, yo'q deylik, kamera xarajatlari, umuman hamma yoq xarajat. Kuchmahal ovqatlanadi odam. Bularning hammasi xarajat. Qatdan qiladi. Uyini sotib qiladi. Yo'q o'sha gapirayotgan ayrim odamlar pulga ishlaydi bu deyotganlar, kelinglar uylarni sotib shu pulni qo'yinglar, biz tekinga xalqqa yordam beramiz. Ha, mayli hisobotini sizlarga beraylik. Lekin bunaqa ham qilmaydi, faqat og'zida shu gapni gapiradi. Endi pul olgandan keyin deyilgan gap bo'lyapti. Xolis bo'la olmaydi. Yo'q, men qo'shilmayman. Mana sudga fuqaro murojaat qiladi. Davlat bojini to'laydi. Millionlab to'laydi kerak emas. Demak, sudyalar ham shu joyda xolis bo'la olmaydi. Sudya bizga o'xshab viloyatlarga bormayapti. O'tirgan joyida ko'radi. Xolis ko'radi-ku, to'g'rimi? Pul to'ladi, demak u xolismi? Demak bu anuni fikrni sudyalarga nisbatan ham ishlaydi. Антикоррупция.